Nega a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat ekanligini bilasizmi? Ha, to'g'ri. Pifagor shunday degan deyishingiz mumkin. Lekin aslida shu formula qayerdan kelib chiqqanini bilasizmi? Keling, shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Uchburchakning yuzasini topish formulasini bilasiz-a? To'g'ri. A ko'paytirilgan b taqsim 2. Endi mana shu uchburchaklarni to'rttasini mana shu holatda qo'yib chiqadigan bo'lsak, barcha uchburchaklarning yuzasi a ko'paytirilgan b taqsim 2 dan 4 ta bo'ladi. Shundaymi? Uchburchakning eng uzun tarafi c ekanligi esingizda bor-a? Demak, ichkaridagi to'rtburchakning yuzasi c kvadrat bo'ladi. Hozir hammasini tushunib olasiz, yana ozgina qoldi. Nega bunday qildik? Biz bu orqali umumiy katta kvadratimizning yuzasini topib oldik. Bu esa atrofdagi uchburchaklarning va o'rtadagi kvadratni yuzasini yig'indisiga teng. Bu degani 4ab taqsim 2 qo'shilgan c kvadrat. Eng qiziq joyga keldik. Katta kvadratimizning tomonlariga qaraydigan bo'lsak, u a plus b dan tashkil topganligini ko'ramiz. Demak, katta kvadratning yuzasini biz a plus b ko'paytirilgan a plus b formulasi bilan ham topsak bo'ladi. Bu esa bizni ushbu formulaga olib keladi. Tenglamamizni o'ng tarafida qavslarni ochadigan bo'lsak, bizda a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat hosil bo'ladi. Va tenglamamizning chap tarafida esa to'g'ri va 2 raqamlari qisqarib, natijada bizda 2ab plus c kvadrat qoladi. Va tenglamamiz mana shu ko'rinishga keladi. Va 2ab qisqarib ketganidan keyin tenglamamiz yakunda mana shu ko'rinishga keladi. Va mana sizga Pifagor teoremasi qayerdan kelib chiqqan. Matematika o'ylaganchalik ham qiyin emas. Shunchaki to'g'ri yondashish kerak xolos.